Sağlam ve samimiy siyosiy harakatning o'lchamlari. Bugungi davr siyosiy harakatning ommabop prinsiplari nimalardan iborat? Salom aziz qarindoshlar. Bu Uyg'ur islohot munbiri. Men Tayirmin Uyg'uryan. Birinchi, siyosiy harakatlarning maqsad va nishoni to'g'ri bo'lish va aniq bo'lish prinsipi. Har qanday siyosiy tashkilotning maqsadi shu millatning hurligi, vatanning ozodligi va xalqning baxtiyor, erkin turmush kafolatini iborat bo'ladi. Hargizmi shu siyosiy tashkilot yoki ma'lum shaxsning qad ko'tarishi foyda ilishi emas. Ikkinchi, siyosiy tashkilotlarning xalq uchun hisob berish prinsipi. Har qanday tashkilotning kuch manbasi xalq bo'ladi. Vazifasi xalq uchun xizmat qilishdan iborat bo'ladi. Undaqda tashkilotlar xalq uchun hisob berishdan iborat bu aqalliy prinsipni qabul qilish kerak. Shundaqla tashqi munosabatga ahamiyat berishdan boshqa xalq bilan bo'lgan munosabatga ham alohida ahamiyat berish to'g'ri keladi. Uchinchi, taqsimlash prinsipi. Hukumatlar, tashkilotlar, xalqlar berayotgan siyosiy, diplomatiy va moddiy yordamlarni ehtiyojli bo'lgan tashkilot shaxs guruhlarga taqsimlash va o'rtaqlashish prinsipi. To'rtinchi, tuzumlashish. Siyosiy tashkilotlar sistema, mexanizm, andiza barpo qiladi. Do'st yaranlarning, tonish bilishlarning ko'ngil ichish markazi emas, balki o'rtaq nishonliklarning xizmat qilish markazini barpo qiladi. Beshinchi, hamkorlashish prinsipi. Har qanday millat xalq uchun nihoyat nurg'un ahamiyatli turlar bor bo'lib, bu turlarning hammasini ma'lum partiya, ma'lum tashkilot, ma'lum organ to'liq ijro qilib bo'la olmaydi. Odam kuchi, moliya, texnika jihatda hamkorlashishga to'g'ri keladi. Bu xil hamkorlashish shu tashkilotning samimiyat darajasini ko'rsatadi. Oltinchi, tarbiyalash prinsipi. Ommani va xalqni davlatning kelgusi, tarixi, millatning o'tmishi va buguni, xalqaro vaziyat va muhim bo'lgan barliq foydali bilim uchurlar bilan vaqtida tarbiyalab mangadi. 7. E'tirof qilish prinsipi. Boshqa tashkilot yoki shaxslarning emgaklarini e'tirof qiladi. O'zi bilan bir tashkiloti bo'lmaganligi uchun uni cho'qim xato demaydi, emgaklarini yo'qqa chiqarmaydi. Milliy manfaatni tashkilotning oldiga qo'yadi. 8. Demokratiya prinsipi. Ko'pchilikning fikrini anglaydi. Qarshi fikrdagilarga so'z qilish huquqi beradi. Tanqiddan qo'rqmaydi. Chunki tanqid tavlaydi, mukammallashtiradi. 9. Yenilik yaratish va yangi avlod tarbiyalash prinsipi. Davr tez o'zgarmoqda. Hamma shay tez yangilanmoqda. Kelgusi mavjudlik va taraqqiyotimiz uchun cho'qim yangi avlodlarni ko'plab tarbiyalashimiz, yangi qo'shin va yangi budullarni, yangi nasllarni tarbiyalashimiz kerak. Shundaqla barliq harakat sohalarimizda yangilik yaratilgan bir mexanizm andizaga sahna berishimiz kerak. 10. Oshkorlik va nazoratni qabul qilish prinsipi. Biz yuqori sanab o'tgan barliq sohalar bo'yicha tashkilotlar xalqga oshkor bo'lishi va ularning nazoratini, taklif fikrini qabul qilishi kerak. Nazoratsiz, tanqidsiz va mas'uliyatsiz bo'lgan har qanday organ oxirida mag'lub bo'ladi. Yuqoridagilar bugungi zamon siyosiy harakatlarining ommabop, ya'ni odatdagi muhim o'lchamlaridan iborat. Agar siz Uyg'ur millatining kelgusiga ishonsangiz, Uyg'ur islohot harakatining muhimligiga, zarurligiga ishonasiz. Agar siz Uyg'ur millatining kelgusi va istiqboli cho'qim parlaq va go'zal bo'lish kerak, hur va erkin bo'lish kerak, ozodlik erishdi deb qarasangiz, u chaqda Uyg'ur islohot harakatiga ovoz qo'shing. Mayli siz nada bo'ling, qaysi tashkilotga a'zo bo'ling, cho'qim bugungi realligimizni isloh qilishning qiymatini cho'qim to'lib yetishingiz kerak. Agar shundaqla siz Uyg'ur islohot harakatini zarur deb qarasangiz, men bilan suhbatlashing. Men sizdan o'rganaman. Sizga o'ylaganlarimni yetkazaman. Biz texmi parlaq kelgusi uchun birlikda kurash qilamiz.